3,5 yosh qizim yaxshi gapira olmaydi. Bir-ikkita jumlalarni aytadi. Nevropatologga ko'rsatganmiz, dorilar yozib bergandi. Baribir fikrini tushuntirib bera olmayapti. Siz nima maslahat berasiz? O'zi umuman bolalarda nima uchun nutq kechikadi? Agar genetikaga bog'laydigan bo'lsak, bolaning ota-onasida shunaqa nutq kechikishi holati kuzatilgan bo'lsa, bu bolada ham takrorlanadi. Yoki bosh miyaning turli xil tug'ma, orttirilgan travmalari ham bunga sabab bo'lishi mumkin. Yoki infeksion kasalliklarga bog'laydigan bo'lsak, bosh miyaning turli xil infeksion kasalliklarida ham bola nutqi kechikishi kuzatiladi. Agar bola sog'lom tug'ilgan bo'lsa, uning eshituv tizimida muammo bormi, yo'qmi, buni ham bir tekshirtirib qo'yish kerak. Yoki bolalarga gadjetlarni, telefonlarni berishni cheklash kerak. Bola ko'proq ota-onasi bilan muloqotda bo'lsin. Tirik insonlar bilan bola gaplashish kerakda. Bunaqa vaziyatda bolaga dorilarini vaqtida berib, har 3 oyda yoki 6 oyda nevrolog qabulida bo'lib turish tavsiya qilinadi. Bu o'zi shunaqa kasallik. Natija juda ham sekin bo'ladi. Ota-onani ko'ziga xuddi dorilar ta'sir qilmayotgandek yoki vrach yaxshi davololmayotgandek ko'rinadi. Bunga sabr qilish kerak. Bola bilan ko'proq muloqot qilib, dorilarni vaqtida berib, bola bilan ko'proq shug'ullanilsa, albatta natijaga erishsa bo'ladi.